Og'riqli hayz bu normami yoki patologiya hisoblanadimi? Ko'pchilik hayz siklini og'riqli bo'lishiga tabiiy holat deb qaraydi. Lekin odatda hayzning haddan tashqari og'riqli bo'lib kelishi bu ayrim kasalliklar borligidan dalolatdir. Masalan, endometrioz kasalligi, tuxumdonlar kistalarida hamda organizmdagi ayrim gormonal muvozanat buzilgan holatlarda hayz og'riqli kelishi mumkin. Qindagi qichish hamda yoqimsiz hidli ajralmalarning kelishi sabablari nima? Odatda ko'pchilik ayollar bu haqida gapirishga uyalishadi. Buning asosiy sabablari infeksiyalar, disbakterioz hamda shaxsiy gigiyenaga rioya qilmaslik hisoblanadi. Hayz siklining buzilishi normal holatmi yoki patologiya hisoblanadimi? Agar hayz sikli uzoq vaqtdan beri buzilayotgan bo'lsa, bu jiddiy kasallik belgisi bo'lib hisoblanadi. Shu sababli endokrinolog shifokori yoki ginekologga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Bachadon bo'yni eroziyasi bu xavfli kasallikmi? Agar sizda bachadon bo'yni eroziyasi tashxisi qo'yilgan bo'lsa, zudlik bilan ginekolog shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bachadon bo'yni eroziyasi bu rak oldi kasalligi hisoblanadi. Bundan-da ko'proq foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizga obuna bo'ling.